Assalomu alaykum, kuningizga xayrli bo'lsin akalar. Bugun 1-iyun chorshanba ishni boshlab oldik. Ertalabda tayyor mashinamiz Sinrayta 30 bunga qilinishlar. Tempoga o'sha chempion tempdan original. Corona bor, Coronada gabarit chiroqlar bor. Hozir ertalab yorug'da ko'rinmayapti, yaxshi. Taroz bor, mana o'zimiz qo'ygan shu qo'sh balonga hozir zo'rini qo'yganmiz. Shularni qilgan yonboshli gabarit chiroqlari bor. Sandoq bor. Buga bor. Arazashda ishi alkafon uloq tushmagan darvozasi tepada gabarit chiroqlari bor. Ishlari fanera bilan afshifga bo'lgan. Old qismi kimsa fanera bo'lgan. Chiroq bor. Yoqdimi tog'a mashina? Mana egalari ko'ngillilar bo'ldimi? Albatta. Tavsiya qilasiz? Albatta. Bir kunda bitirib berdi. Kecha salat tashladik, bugun. Mana rost ekanmi tog'a? Rost ekan. Aytganingiz kelsin. Yaxshi kuningizga nasib qilsin tog'a. Mana kelaverasizlar akalar bemalol.